Tilaklar, yaxshi niyatlar, ajoyib istaklar bilan Xushovoz xonandamiz Safarali Xolmurodov ishtirok etyaptilar. Jasur Jabborovning shogirdi bugun Jasur akani o'zlari demak ma'lum bir sabablarga kela olmadilar va o'rinlariga shogirdlarini, jondan aziz shogirdlarini jo'natganlar. Xudo xolasa chiroyli eshitadigan qo'shiqlarni eshitib, raqsbob qo'shiqlarga bemalol davraga chiqib o'yin kulgi qilsanglar bo'ladi. Safarali Xolmurodov kuylaydi, marhamat. Yangi do'st topmoq go'zaldir. Eskilik bo'lmak qiyin. Bu hayot sinov makoni. Biz bilan o'ynar o'yin. Do'st ham odam, do'st ham odam. Aybim topib Shalayim mutrib shu kunda eski do'stlarni eski do'st yuz yoshda senga olqish tu yana binam tamam şamlat bilmem ne tu tamam şamlat Ekber biyaz tamam şamlat sitaremde yak 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 değmenim